Yashnobasga rayon Qo'yliqdamiz. Uyimizni arendini tushuntirib o'taman. Stromaterial bozor. Eski tramvayli krug. Uyimizning oldida yashash uchun hamma shart-sharoitimizda mavjud. Ko'lish, bog'cha, magazinlar, sotuvga chiqqan uyimizni 5-etajda 6 xonali. Hozir obzorni qilib beraman, akalar. Obzordan oldin like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar uchun harakat qilib yuramiz. Uyimizni liftdan shunday chiqib kelganda, patizdan yopiladigan yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishdi. Damxonamiz ham bor. Birinchi konditsioner. Uyimizning remontlari ham toza, hech qanaqa remontga muhtoj emas. Shunday kirib yashaydigan. Kuxnya ne bilan qoladi? İkinci konditsionerimiz. Okamning ishlari bo'yicha mana shu ikkita konditsioner o'z uyi bemalol sotib berar ekan.